filmlardagi qahramonlardek yordam bera olmasam ham, lekin qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman. Nima bo'ldi? To'g'risini aytsam, men juda ham qiynalib katta bo'lganman deb bizani adamimizni tashlab ketgandek, o'zimizni ishlashga majbur bo'lganman. Onam Rossiyaga ketganlar, juda ham qiynalganmiz. Ima hozir menga qarab turibsiz, chiroyli qizman. Oldin bunaqa qiz bo'lmaganman deb hamma meni pastga urardi. Kamsitardim, aytibdi, eng orqa qizlardan bo'lganman. Keyin klasskom bo'ldim, yaxshi qiz bo'ldim. Keyin sal chiroyli bo'lib o'zimga qarashni boshlaganki, mana endi hozir mana bolalar Malibu Captiva'da kelib gap otadi. Lekin men hozirlikka qaramayman. Chunki men qiynalgan qizman. Bilasiz-ku. Keyin oxiri nima bo'lgan? Maqsad ko'ting. To'xta, eshitaman dedingiz-ku, dardingga darmon bo'laman dedingiz-ku, eshitdi endi oxirigacha. Hozir o'rtog'im bilan ovqatlanishga kirdik. Keyin pulim uyda qolib ketibdi, shu to'ladi. Keyin o'ta chiqayotganimiz edi. Bo'ldi, bildim. Sizlar restorandan chiqayotganlarda yigitingiz ko'rib qolgan. Yigitingizga aytmay restoranga borganingiz uchun yigitingiz sizga bort bergan, to'g'rimi? Yo'q, tushunmadingiz, meni yigitim yo'q. Men korоче restorandan chiqyotgandim, men aytdim, o'rtada bolalar turuvdi. O'sha bolalarning oldiga borib, to'g'ri so'rashga uyaldim-da. Keyin o'zi xijolat bo'lib keldim. Как раз siz menga o'zingiz gap otib Voy, bo'ldi, mas'ul tushundim. So'rang. Yo'q, uyalmayman-da. Bemalol so'rang. Yo'q, xijolat qilaman. Voy, so'rasangiz-chi, nima bo'ldi? Nima kerak? Aka, to'g'risini shunaqa boshim og'riyapti. Biroq nonsiz bo'ldi. Bitta optiring, поддержка qo'ying, bilan duosidan.